Madina, soat tongi 7. Bugun Muhtasham Travel hojilarini unutilmas, takrorlanmas, butun hayotlari davomida eslab yuradigan ziyorat kutyapti. Chunki ular Madinadagi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning qadamjohlarini ziyorat qilishadi. Qubo masjidi, Qiblatayn masjidi, Uhud tog'i, 7 masjid, Xurmozor va hokazo. Hojilar birin-ketin o'zlari uchun tayyorlangan yumshoq, qulay avtobusga chiqishdi. 50 boshining duosidan so'ng sayohat boshlandi. Albatta yo'l davomida tajribali va ilmli 50 boshimiz tomonidan Madina tarixi, Habibimiz qadamjolari haqida ma'lumotlar aytib berildi. Ilk qadamjo islom tarixidagi birinchi masjid, Qubo masjidi. Hojilar masjidda 2 rakat namoz o'qib, katta savobga ega bo'lishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qurgan masjidlarni tomosha qilishdi. So'ngra Quboning yonidagi Aris qudug'i haqida ma'lumotlar aytildi. Ushbu quduq Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sevimli quduqlaridan biri bo'lgan. Abu Bakr, Umar, Usmon roziyallohu anhular jannat bashoratini aynan ushbu quduq oldida eshitishgan. Hojilarga 2 qiblali masjid, ya'ni Qiblatayn masjidini ham ko'rish nasib qildi. Keyin esa islom tarixidagi muhim voqealardan biri Uhud jangi bo'lgan Uhud tog'iga tashrif buyurishdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam biz Uhudni yaxshi ko'ramiz, Uhud ham bizni yaxshi ko'radi deganlar. Uhud tog'ining uzunligi 7 kilometr, balandligi 2 kilometrga yaqin, og'irligi 45 milliard tonna hisoblanadi. Kim janoza namozida ishtirok etsa, mana shuncha, aniqrog'i Uhudchalik ajr beriladi inshaalloh. Qalbni titratadigan, ko'z yoshlariga sababchi, g'am-g'ussaga eltuvchi va xursand bo'lishga arzigulik Uhud jangi haqida batafsil ma'lumot aytildi. Qo'licha qilishni olib bo'ldi, Muhammadning ishi hal bo'ldi, Muhammad o'ldirildi, Muhammadni qatl qildim deb baqiradi. Shunda Anas bin Nadir aytgan ekan, Rasululloh o'ldirilgan bo'lsa, u zotdan keyin endi biz yashab nima qilamiz degan ekan. Bizga hayotni nima qizig'i qoldi? Qo'linglarga qilishni olinglar deb o'zi yakka olomonning ichiga kirib ketadi. Kimdir yig'lagan, kimdir afsuslangan. Jangda men ham ishtirok etishni xohladim deganlar ham bo'ldi ma'ruzadan keyin. Hojilar bu jangda 70 ta shahid bo'lganlar haqqiga duo qilishdi. Xatmi Qur'onlarni baxshida etishdi. Birgalikda yonma-yon turib, esdalik uchun suratga tushib, navbatdagi manzil tomon yo'l olishdi. Bilasiz, Madina o'z xurmolari bilan mashhur. Muhtasham Travel jamoasi hojilar xurmozorda orom olishlari, o'zlarini risolat davrida yurgandek his qilishlari uchun xurmo bog'iga sayohat tashkillashtirishgan. Xurmoning sifatlari, fazilatlari, inson organizmiga kerak bo'ladigan foydalar haqidagi ma'lumotlarni eshitgan hojilarning xurmoga bo'lgan muhabbatlari oshdi. Muhtasham Travelni boshqa sayohat agentligidan farqi juda ko'p. Ulardan biri biz Xurmozorda hurmatli hojilarni mehmon qilamiz. O'zbek milliy taomi osh bilan. Achchu, osh, non, meva, suv va albatta xurmo bilan tushlik uyushtiramiz.
Mana shunday hojilarni hurmat qilib Qo'rmozorda mehmon qilish faqatgina muhtashamda bo'ladi. Mehmonlarimiz bu gal ham rohatlanib ovqatlanishdi. Xizmat vakillari haqqiga duo qilishdi. Muhtasham Travelni tanlab adashishmaganini, yana shu xizmatdan Umra safariga kelishlarini aytib o'tishdi. Xullas, 5 soatlik unutilmas ziyoratimiz hojilarning xursandchiligi va roziligi bilan yakunlandi.